It's g'iybat. Bugun jostko chichib qo'ygan blogerni g'iybatini qilaman. Mama boy haqida eshitgandirsizlar. Mama deb roliklar olardi. TikTokda 55 millionta auditoriyasi bor edi. 2023-yil oxirida birdan yo'q bo'lib ketdi. Keyinchalik bilsak, o'sha yilni o'rtasida o'rtog'i bilan behush qizni 3-o'rtog'ini uyiga olib kelib, nasilovat qilishgan. Jabrlanuvchi sudga bergandan keyin Mama boy sud tarafidan 1,5 yilga qamoq jazosiga tortilgan. Lekin ko'p o'tmay bu bloger yana o'zidan o'zi kontent chiqarishni boshlaydi. Nimaga? Qamoqda bo'lish kerak emasmidi? Keyin bilsak, условное наказание olgan ekan. Koreya qonunchiligi bo'yicha agar jabrlanuvchi bilan kelisha olsa, даже seksuальное iznасилование uchun ham условное наказание olish mumkin ekan. Ya'ni jazosini qamoqda emas, uyda o'taydi, o'zini oddiy hayotini yashab yuradi. Bilishinglar uchun juda ko'p davlatda, даже O'zbekistonda ham iznасилование uchun условное наказание berilmaydi. Koreyada esa seksuальное iznасилование bilan jazolangan erkaklarni 50% jazosini ozodlikda o'tarkan. Как удобно. Pulni ber, bilgan bo'qingni ye. Mama boyni keyingi kontentlardagi kommentlarni o'qisangiz, juda ko'p fanatlari uni tarafini olib, u o'zini oqladi, u aybdor emas deb yozishadi. Nimaga? Mama boyni shunaqa bezbet manipulyator bo'lgani uchun. Mama boyni jinoyat ishi paytida mana shu video rosa tarqalib ketdi. Odamlar rostdan bu Mama boy va bu qiz jabrlanuvchi deb o'ylashgan ekan. Men ham shunaqa deb o'ylagandim. Keyin bilsak, bu videoda Mama boy emas, bu umuman boshqa jinoyatchi. Demak, Mama boy aybsiz degan gaplar tarqalishni boshladi. Undan tashqari bu bezbet. Men o'zimni aybsizligimni isbotlashga harakat qildim. Menga berilgan ko'pchilik ayblovlarda o'zimni oqladim. Hech qachon boshqalarni zo'rlaganimni videoga olmaganman degan murojaatlar bilan chiqdi. Lekin yaxshilab e'tibor bering. Primoy tekst bilan o'zini o'sha qizni zo'rlamadim deb aytmayapti. Bu vaziyatni nazoratda ushlash. Lekin Rotten Mangoni u haqda разоблачение videosidan keyin TikTok'ni ham blok qilishdi. Men xursandman.